Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun 9-may xotira va qadrlash kuni butun respublikamizda, qolaversa Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi Savlug'ar qishlog'ida, qolaversa 64-maktabda katta tantana bilan nishonlanmoqda. Biz maktabimiz jamoasi, maktabimiz o'quvchilari bilan bugungi tadbirni mana shu dargohda ishlab ketgan ustozlarimizga, mana shu dargohda ta'lim olgan, mana shu qishloqda ta'lim olgan aziz shifokorlarimizga bag'ishlayapmiz. Aziz shifokorlar, aziz tibbiyot sohasi xodimlari, sizning qadringiz baland. Aziz ustozlar, qadrli sizning qadringiz osmondan-da baland bo'lsin. Maktabimiz o'quvchilariga siz o'rnak bo'lgusizdir. Bugungi xotira muqaddas, qadr aziz degan tadbirimizni aziz shifokorlarga bag'ishlaymiz. Mehr tovlanar ko'zlaringizdan, jonlarga jonlar siz shifokorlar, jonlarga jonlar siz shifokorlar. Avlodlar siz Ibn Sinoning, tabiblar piri buyuk dahoning. Avlodlar siz Ibn Sinoning, tabiblar piri buyuk dahoning. Suyganlar siz Qodir Xudoning, suyganlar siz Qodir Xudoning. Dardga darmonlar siz shifokorlar, dardga darmonlar siz shifokorlar. Jonlarga jonlar, dardga darmonlar, aziz boshingiz bo'lsin omonlar. Jonlarga jonlar, dardga darmonlar, aziz boshingiz bo'lsin omonlar. Libosli umri fidolar, mehri giyosiz nurli siymolar. Oppoq libosli